Eng muhim savol, gaz kimi hisobidan, расходный materiallar kimi hisobidan, trubalar, listlar, bunga alohida pul to'laymanmi deganlarga yo'q. Biz bu narsalarning hammasini o'zimizni bo'ynimizga olganmiz. Sizlardan faqat 4,5 million so'm 4 haftaga, o'quv kuniga bo'ldi. Ya'ni 4 hafta kelasizlar, 4,5 million so'm to'laysizlar. Marhamat, kelib o'qiysizlar. Sizlar hech narsa sotib olmaysizlar. Sizlardan hech qanaqa расход yo'q bundan tashqari. Kelasizlar, o'qiysizlar, sertifikatni olasizlar, bazaviy bilim bilan qaysidir zavodga ishga joylashasizlar. Rossiyaga borib ishlashinglar mumkin, Yevropaga borib ishlashinglar mumkin. Endi men o'zimga qolsa Yevropaga borib ishlardim. Rossiyadan sekin-sekin уже chiqish vaqti keldi deb o'ylayman. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, buni o'zingizlar ham bilasizlar. O'shaning uchun yaxshi pul topmoqchimisizlar, o'smoqchimisizlar, Yevropaga boringlar. O'zbekistonda qanaqa bilimlar bilan ishlansa, Rossiyada ham xuddi shunaqa bilim bilan ishlanadi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, Rossiyaga borib siz qanaqadir yangi bilim ola olmaysiz. Yevropaga boring, Kanadaga boring, Amerikaga boring. Mana shu sohani orqasidan kam bo'lmaysiz va ko'proq bilim olasiz. Joningiz sog' bo'lsin. Biz sizni o'z o'quv kurslarimizda kutib qolamiz. Bizga kelinglar.